Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Obyektimizni kabel tashlash ishladik. Mana obyektimiz. Hozir hamma joy og'dar, tuntar, ostin-ustin bo'lib ketgan vaqti. Xudo xohlasa endi shu bilan podключение ishlariga kelamiz. Montajimizni ishlatib o'taman. Штробленияda bo'lgan. Bu fan coil reziskasi bo'ladi bu yerda. Fan coil uchun ko'rishingiz mumkin. Hammasi chiroyli qilindi. Tekis kiysalar mana akkuratni. Kabellar plitani olasida, mana asosiy kabellar plitani o'zini zavodskiy teshigidan o'tkazilgan. Bu yerlar patolog bo'lmasligini hisobiga mana shu plitani o'zi srazu rodman qilib tekislab yuboriladi. Patolog o'rnida qoladi. Ikkinchi shit Burada glanny shitimiz bor. Bu yerda xudo xolasa invertorlar, so'nish panellar qo'yiladi. Xudo xolasa endi shu bilan obyektimiz bitganda podключение ishlariga kelamiz. Uzoqlashib ketmanglar. Sizlar uchun 1 sekund, biz uchun 1-2 oy o'tganda o'tadi. Dars tomosha qilinglar. Xudo xolasa yaxshi kadrlar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiskani unutmanglar.